juda bir sermazmun bo'ldi. Qaysi ma'noda chet el safarlarini inobatga olib aytyapman. Adashmasam Malayziyaga, Turkiyaga, Indoneziyaga hatto takliflar tushgandi. U haqda gapirib bergan o'tgan safar. Biz borib konsert qo'yib keldik. Konsert qo'yib kelgandinglar. Ha, borishdan oldin kelgandinglar, boramiz deb reja qilgandik. Reja qilgandik, xudo borib konsert qo'yib keldik. Shundan so'ng bu yilda ham rejalar bormi yoki shunday takliflar bo'lyaptimi? Bu yilda kimga hozir birinchi bo'lib aytdim, oralaringdan aytdimmi yo'qmi bilmadim. Sen Bahodirga aytdim, chunki bitta joyda keldik-da, mashinamga o'tirib, ustoz deb keldi. Maslahatlashib. Maslahatlashib keldi. O'sha yerda aytdim, xudo xohlasa yozda menga yaqinda yana taklif bo'ldi Yevropaga. Ispaniyaga, Serbiyaga. Demak, Yevropa bo'ylab bizlar xalqaro festivalga taklif bo'ldi bizga. Aynan Bes guruhining ijodkorlari kelishini juda ham xohlayapti. Xo'y. Maqtanib qo'ydik. Buning uchun repertuarni boyitish kerak bo'ladi, haqiqatan. Repertuarda bizda faqatgina o'ylayapti, estrada qo'shiqlar bor, estrada yo'nalishida ijod qiladi dedi. Yo'q, konsert davomida o'zing kirgan bo'lsang, ko'rgansan. Bizda har xil viloyatlarimizdan, misol uchun Surxoncha repertuarimizda bor, folklor yo'nalishida ham bor, Xorazmcha yo'nalishimizda ham bor, folklor yo'nalishida. Bu bizda chet el safarlariga ko'p borsak, o'sha taqdim etamiz. Sababi biz o'zimizning milliyligimizni, milliy liboslarda juda chiroyli qilib taqdim etamiz. Haqiqatan ham har bir yurt o'zini an'anasini, folklor, etnografik chiqishlarini namoyish qilish kerak. Ularni estrada bilan qoyil qoldirish mumkin emas, balki o'ylaymizki, o'zimizni milliy qadriyatlarimiz bilan, milliy liboslarimizni kiyib, ko'chalarda yursak, gapingizni oldim, ko'chalarda paradlar bo'ladi. Juda ham qiziqishadi, juda kelib ko'rishadi. Sen qanaqa kiyim bu? Kiyimingni menga sotasanmi? Juda ham chiroyli ekan. Qaysi millatdansan? To'g'ri ayting, qaysini sotgansiz? Sotishga alohida kiyim olib boraman. Ikki klipimizni Ispaniyada olib kelganmiz. O'shanda ustoz bir chemadan alohida o'sha ro'mollar, do'ppilar, taqinchoqlar, munchoqlar olib kelgan bo'lganlar. Festivaldan keyin qo'yatdim-da sport sumkam bo'lar, chunki savolardim ro'mollarni. Men bu yerga 5 ta munchoq ilardim, bu yoqqa 5 ta munchoq ilardim. O'zim Surxoncha kiyimda bo'lardim-da, bo'ynimga ro'mol tashab olardim. Boshimga do'ppi qo'yib olardim. Turistlar qiziqardi, endi inglizchasiga so'rab borib olasanmi deb qimmat-qimmatga sotib kelganmiz. Kichkinagina Nilufar, kichkina Faxriyor ikkalasi ingliz tilini qaysing bilasan dedim. Keyin tabiiy hol men bilmayman ingliz tilini. İngliz tilini yaxshi bilaman, soqov tilini. Nilufar men bilaman ustoz dedi. Hali biz bular kichkina endi, tasavvur qilaylik, 5-6-sinf bolalarim. Faxriyor men bilaman ustoz dedi. Kel bu yoqqa dedim. Mana bir chimadan narsa, mana shuni sotasan dedim. Biz klipni xarajatlarini chiqarib olishimiz kerak. Keyin ikkalasi xalqning ichiga kirib ketdi. Bir qarasam yugurib kelyapti, yosh bolada xursand bo'lganda yugurib kelyapti oldimga, yevro qo'llarida yevrolar, mana bunaqa to'la hammasini sotgan ikkalasi. Qanday sotding desam, ustoz yana bormi, biz sotamiz deyapti. Mana bu pul senga sotganiga, mana bu senga sotganiga deb berganman, o'shanda xursand bo'ldim. Bir hafta davomida har kuni chiqib, har kuni sotib kelganmiz. Sirlarni oshkora qildik. Shuni ayting. Biz rost gapiramiz deb kelganmiz. Xizmat safariga emas, balki tijorat uchun borayotganinglarni agar bojxona xodimlari bilib qolsa. Ey yaxshi. Bu ham haqiqatan o'zini qoplash deyiladi. Xo'p, Bes guruhi to'y xizmatlariga chiqadimi, yo'qmi? Chiqamiz. To'y xizmatlariga albatta boramiz. Kamdan kam holatda. Maqsad u emas. Chunki yo'q, biz maqsad qilganimizda juda ko'p guruhlar to'y uchun repertuar qilishadi va to'y uchun guruh ochadi. Biz hech qachon maqsadimizni to'y uchun demaganmiz. Bizning muxlislarimiz, guruhning muxlislari aytayapman, yoshlar, yosh bolalar va yosh katta, onaxon va otaxonlar, yosh kattalar.